Salom. Sizlar bilan o'sha qiziqarsiz Enderzay. Men ilgari Minecraft'da bo'lmoqchi edim. Lekin mana bu yerda ham yura oladi. Bilan o'xshashim kerak-da. Ya'ni men Roblox qayta Minecraft kuzataman. Minecraft'ni shunaqa. Va meni videolarim oddiy. Sizga qiziq emas ko'rinishi mumkin. Lekin rostdan ham qiziq emas. Chunki mening do'stlarim yo'q. Va videosini ko'rgan edim va qiziqib qoldim. U Minecraft juda ham zo'r edi. Lekin men eng qo'rqadigan narsam bu Enderman. Chunki undan ham qo'rqinchli narsa bor. Ya'ni bu yerda portal yo'q edi-ku. Qanaqasiga portal qurilgan bo'lishi mumkin? Ha, aytgancha men Ender. Bundan ham qo'rqinchlisi bor. Ya'ni bu portal qayerdan keldi? Men har doim Enderga borganimda shu yerdan chiqib qolar edim. Uyimdan emas, shu joydan chiqib qolar edim va o'lishga qaror qilardim. Uyimni ham topolmay qoldim. Buradagi portalni menimcha sindirish kerak. Qo'ydim. Bu qilayotgan bo'lsa kerak-a? Bilaman, o'zim ham videomni kuzatganimda bashi g'alati chiqqan. Ya'ni menda Kaput Pro bor, lekin men to'xtasam ovozim yaxshi eshitiladi. Agar yursam pichi o'sha payt gapirmayman. Hani 267'mde içinde karaç herhalde koruduğum şanın videosunu kayta kırıp yana çıkıp ketadi oyundan. Kayta kırıp yana çıkıp ketadi oyundan. Keyin yana kiradi. O'zimni yoniga chaqirmoqchi bo'ladi va chaqiradi. O'yinchilar keladi, ikkita do'stini tortib ketadi. O'sha bitta odam qoladi va o'sha bitta odam qolgandan keyin o'sha eshikni ochib qaraganda o'sha 260 o'yinchiga ham o'xshamaydi. O'sha odam yo'q bo'ladi, orqasiga qarasa bor bo'ladi. Ya'ni bu drama afsonasidalar. Короче. Qishloqlarda ham
qo'rqinchli narsani bilmasangiz, keyingi videoda editlar qo'shib, narsalar qilib, qarochida o'shalarni qo'rqinchli faktlarni aytib beraman. Скрывать. О, skinimga baho beringlar. Qanaqa urrodsizliklar. Endi emas, biq afsonasida. Intermeni yana ko'rarmikanman. Qarochi, boshqa kartaga ham kirsa bo'ladi. Meni o'ldir. Bu oddiy o'yin desam, men qo'rqaman chunki. Ko'zga qarashdan qo'rqaman. Chiqib joyga yurgan ekanman. Oh my god. Wait a second. Yoldan çıkmasa. Короче, bay. Hammaga aytgancha obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Sizlar bilan birga bo'lgan Ender Zaya. To'liq ismimni hech kim bilmasa kerak.